Hammaga salom. Siz Kensayt kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun siz bilan birga kelajak mashinalarini ko'ramiz. Bu mashinalar oddiy emas. Ba'zilari suv ustida suzadi, ba'zilari rangini bir zumda o'zgartiradi. Hatto osmonga uchadigani ham bor. Har biri o'z dizayni, kuchi va noodatiy g'oyasi bilan ajralib turadi. Shu mashinalar bilan dunyo qonunlari o'zgarmoqda va siz kelajakning eng noodatiy avtomobillarini bugungi videoda ko'rasiz. Bundan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bizning birinchi mashinamiz Remu Big Float Ace. Bu mashina oddiy avtomobil emas. U amfibiy ekskavator, suv va quruqlikda ishlashga mo'ljallangan. Big Float Ace Remu kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va u murakkab joylarda, masalan daryolar va kichik suv havzalarida ishlash uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga quruqlikdagi ishlar ham muammosiz bajariladi. Mashina o'zining gidravlik tizimi orqali platformani kengaytirib yoki qisqartirib, tor va noqulay joylardan ham o'tadi. Bu uni boshqa ekskavatorlardan ajratib turadi. Big Float Ace'ning dizayni nafaqat funksional, balki samarali. Katta g'ildiraklar va panton oyoqlar murakkab maydonlarda barqarorlikni ta'minlaydi. Bu mashina qiyin sharoitlarda ham ishlay oladi. Shu sababli u ekologik jihatdan ham foydali. Yer bosimi past bo'lganligi uchun atrofdagi tabiiy muhitga zarar yetkazmaydi. Texnik imkoniyatlari ham keng. Har bir modul gidravlik nazorat ostida ishlaydi. Platformaning balandligi va kengligi operator tomonidan sozlanadi. Bu mashina qattiq yuklarni ko'tarishi va murakkab loyihalarda ishonchli ishlashi bilan ajralib turadi. Big Float Ace suv ustida suzayotganda uning massasi va struktura odamga futuristik texnika taassurotini beradi. Siz uni tomosha qilganingizda bu mashina bilan ishlar juda oson amalga oshirilishini ko'rasiz va uning amfibiy xususiyati sizni hayratda qoldiradi. Xulosa qilib aytganda, Remu Big Float Ace oddiy transport vositasi emas. Bu suv va quruqlikda ishlay oladigan, murakkab sharoitlar uchun mo'ljallangan samarali amfibiy ekskavator. Ikkinchi mashinamiz BMW X-Flow. Bu avtomobil BMW X seriyasining eksperimental versiyasi bo'lib, u dunyoda birinchi rangini o'zgartira oladigan elektromobil sifatida tanilgan. BMW X-Flow Continental laboratoriyasida ishlab chiqarilgan va 2023-yilda dunyoga taqdim etilgan. Mashinaning asosiy texnologiyasi E-Line qoplamasi. Bu qoplama yuzasida elektron zarrachalar joylashgan bo'lib, u elektr signali orqali o'z rangini o'zgartiradi. Natijada avtomobil bir zumda oq, qora yoki turli ranglar kombinatsiyasiga ega bo'lishi mumkin. Rangni o'zgartirish bir necha soniya davom etadi va foydalanuvchi smartfon yoki avtomobil paneli orqali boshqarish mumkin. BMW X-Flow to'liq elektr avtomobil. U samarali batareya tizimi bilan jihozlangan bo'lib, bir zaryad bilan o'rtacha 300-350 km masofani bosib o'tadi. Mashina yuqori darajadagi aerodinamika va energiya tejovchi texnologiyalar bilan ishlab chiqilgan. Bu esa unga uzoq masofalarda samarali ishlash imkonini beradi. Avtomobil silliq chiziqlar, tekis yuzalar va yuqori sifatli materiallar bilan ajralib turadi. Rang o'zgartirish texnologiyasi esa uning vizual xususiyatini yanada noyob qiladi. Shu bilan birga, E-Line texnologiyasi faqat tashqi qoplamada ishlaydi. Ichki tizimlar esa klassik X modellariga o'xshash. BMW X-Flow dunyo bo'ylab elektromobil va dizayn ixlosmandlari uchun haqiqiy ilhom manbai hisoblanadi. Uchinchi mashinamiz Aircar. Dunyoda birinchi havoda uchadigan avtomobil sifatida mashhur. Aircar Slovakiyada Clean Vision kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 2021-yilda uchishlarni amalga oshirgan. Bu avtomobil bir vaqtning o'zida yerdagi transport va uchuvchi vosita sifatida ishlay oladi. U g'ildirakli avtomobil ko'rinishida harakatlana oladi, lekin uchish rejimida qanotlari ochiladi va vertikal yoki gorizontal uchadi. Qanotlari alyumin va kompozit materiallardan ishlab chiqilgan. Bu esa mashinaga yengillik bilan birga mustahkamlik beradi. Mashina yengil dvigatel va yoqilg'i tejovchi tizim bilan jihozlangan. Sinov uchishlarda Aircar 2 km balandlikka ko'tarilib, bir necha kilometr masofani bosib o'tgan. Yo'l transporti rejimida u shahar va qishloq yo'llarida tezkor va samarali ishlaydi. Uchish rejimida esa u vertikal ko'tarilish va barqaror uchish imkoniyatiga ega bo'lib, transportni tezlashtirish va uzoq masofalarni tezroq bosib o'tish imkonini beradi. Shuningdek, u uchuvchi avtomobil sifatida avtomatik navigatsiya va GPS tizimlari bilan integratsiyalashgan. Vizual jihatdan Aircar futuristik dizayn va sport avtomobiliga o'xshash chiziqlar bilan ajralib turadi. Xulosa qilib aytganda, Clean Vision Aircar bu dunyodagi birinchi haqiqiy havoda uchuvchi avtomobil. U yerdagi va havodagi transportni birlashtiradi, futuristik texnologiya va dizaynni namoyish etadi.
Bizning navbatdagi mashinamiz Solar Car, ya'ni quyosh energiyasi bilan ishlaydigan avtomobil. Bu texnologiya avtomobilni to'liq ekologik va mustaqil qiladi, chunki u yoqilg'i bilan emas, quyosh batareyalari orqali energiya bilan ishlaydi. Solar Car loyihalari dunyo bo'ylab ko'plab universitetlar va startap kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. Mashinaning asosiy xususiyati quyosh panellari. Ular avtomobil yuzasiga joylashtirilgan va quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantiradi. Bu energiya batareya tizimida saqlanadi va elektromotorlar orqali harakatni ta'minlaydi. Natijada Solar Car to'liq elektron ishlaydi, havoni ifloslantirmaydi va yoqilg'i sarfini talab qilmaydi. Texnik jihatdan Solar Car yengil materiallardan ishlab chiqilgan. Karbonsiz yoki alyuminiy qotishmalar ishlatiladi. Bu esa uning vaznini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Yengil vazn batareya energiyasini yanada tejamli qiladi va mashinaning tezligini oshiradi. Bundan tashqari, Solar Car aerodinamik jihatdan optimallashtirilgan. U silliq chiziqlar va past profilga ega. Bu esa havo qarshiligini kamaytiradi va energiya samaradorligini oshiradi. Ba'zi loyihalarda quyosh panellari harakatlanadigan elementlar bilan jihozlangan bo'lib, ular avtomobil yo'nalishi va quyosh nuri burchagiga moslashadi. Solar Car shahar va uzoq masofalarda foydalanish uchun mos. U past tezliklarda shahar transporti sifatida ishlatilishi mumkin yoki uzoq masofali sinovlarda bir zaryad bilan minglab kilometr yura oladi. Masalan, ko'plab prototiplar 1000 kilometrdan ortiq masofani faqat quyosh energiyasidan foydalangan holda bosib o'tgan. Dizayn jihatdan esa Solar Car futuristik ko'rinishga ega. Quyosh panellari bilan qoplangan korpus, silliq chiziqlar va yuqori samaradorlikka mo'ljallangan shakl. 5-mashina Tesla Cybertruck, avtomobil olamidagi haqiqiy futuristik pikap. Uning ko'rinishi to'g'ri chiziqlar, burchakli korpus va zanglamaydigan po'lat. Cybertruck nafaqat dizayn, balki texnologik jihatdan ham ajralib turadi. Mashina to'liq elektron ishlaydi va katta batareya paketi bilan bir zaryadda uzoq masofaga yurish imkonini beradi. Tezlashuv jihatidan ham Cybertruck ajoyib. Eng kuchli versiyalari 0 dan 100 km/soatni atigi 2.9 soniyada bosib o'tadi. Shu bilan birga, u katta yuklarni ko'tarish va tortish qobiliyatiga ega. Bu esa pikap sifatini yanada mustahkamlaydi. Korpusi esa zanglamaydigan po'lat plitalardan ishlab chiqilgan. Bu mashinani bardoshli va chidamli qiladi. Shuning uchun u nafaqat shahar ko'chalarida, balki qiyin sharoitlarda, masalan qurilish maydonlari yoki yovvoyi hududlarda ham ishlashga tayyor. Mashinadagi old panel va ekranlar haydovchiga barcha ma'lumotlarni bir joyda ko'rsatadi. Bu esa haydashni qulay va intuitiv qiladi. Cybertruckning ekologik jihati ham muhim. U elektron ishlaydi, shuning uchun yoqilg'i chiqindisi yo'q va atrof muhitni ifloslantirmaydi. Bu mashina nafaqat kuchli va bardoshli, balki ekologik jihatdan ham zamonaviy talabga javob beradi. Cybertruck avtopilot tizimi, avtomatik xavfsizlik funksiyalari va kelajakdagi yangilanishlar uchun onlayn qo'llab-quvvatlash bilan jihozlangan. Xulosa qilib aytganda, bu mashina nafaqat pikap, balki kelajak transportining haqiqiy namunasi. Bizning navbatdagi mashina Mercedes Vision AVTR. Futuristik konsept avtomobil bo'lib, uni Mercedes-Benz kompaniyasi 2020-yilda taqdim qilgan. AVTR loyihasi ilmiy fantastika va real texnologiyani birlashtiradi. Ayniqsa mashina dizayni va interaktivligi bilan ajralib turadi. Mashina o'zining biometrik boshqaruv tizimi bilan ham ajralib turadi. Haydovchi o'tirganda avtomobil haydovchining biometrik ma'lumotlarini qabul qiladi. Bu nafaqat futuristik, balki xavfsizlikni oshiradigan yechim. Mashina boshqaruvi ko'proq intuitiv. Haydovchi sensorli panel yoki maxsus qo'l harakatlari orqali mashinani boshqaradi. Texnik jihatdan Vision AVTR to'liq elektromobil. Batareya va motor tizimi energiyani maksimal samarali ishlatadi. Shuningdek, u quyosh energiyasidan qo'shimcha zaryad olishi mumkin. Mashina aerodinamik jihatdan mukammal, silliq, organik chiziqlar va yengil materiallar yordamida energiya sarfi minimal darajada saqlanadi. Mercedes Vision AVTRning dizayni o'ziga xos, organik, suv va hayvon dunyosidan ilhomlangan shakllar. Shu bilan birga, mashina 4D interyer tizimiga ega. Bu esa haydovchi va yo'lovchi tajribasini futuristik darajaga ko'taradi. Ushbu konsept mashina nafaqat texnologiya, balki ekologik yechimlar bilan ham ajralib turadi. U karbon neytral ishlab chiqarish jarayoni bilan yaratilgan, energiya samaradorligi yuqori va atrof muhitga minimal zarar yetkazadi. Mercedes Vision AVTR sizga kelajak transportining haqiqiy qanday bo'lishini ko'rsatadi va ilmiy fantastika olamini real hayot bilan birlashtirilgan holda his qilish imkonini beradi.
Siz bugun 6 ta ajoyib mashinani ko'rdingiz. Har biri o'z texnologiyasi va futuristik dizayni bilan ajralib turadi. Kelajak transportining turli imkoniyatlarini namoyish qiladi. Ushbu mashinalar nafaqat hayratlanarli ko'rinishga ega, balki real texnologik yechimlarni taklif qiladi. Suvda va quruqlikda ishlash, rangini o'zgartirish, quyosh energiyasidan foydalanish yoki havoda uchish. Agar sizga ushbu video yoqgan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying va kelajak texnologiyalari bilan bog'liq yangi videolarni o'tkazib yubormang. Hammaga keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.